Abdulvosit? Bunda suv turadimi? Assalomu alaykum qadrdonlar. 21-yanvar biz obyektdamiz. Ish jarayonlarida syomkalar. Abdulvosit buni qilib sifon qilib qo'yibdi. Abdulvosit? Bunda suv turadimi? Ikkita po'lat ishlatishdan suv turadimi bunda? Yüz javob etib turish suvi. Qilib chiqmaydimi? Tekshirib beraymi sizlarga? Qo'ychi. Qancha turish kerak yana mana. Galobka bilan teng turibdi. Yaxshi. Xudo xolasa mana shu holatda sifon qilib qo'ydik. Har xil yomon hidlar chiqmasligi uchun. Buni ham shunaqa. Ana. Ancha pastda ekan. Yo'q, ancha pastda tagida ikkita protokan bordi. Ha, suvni o'rnidan pastda turibdi. Hamida 2 santimetr, 3 santimetr temperatura turibdi suv. Ha, hisob kitob bilan.